Amir Temur tiklagan saltanat Shayboniyxon oldida Saripul jangida qanday qilib bir soniyada qon daryosiga cho'ktirilganini eshitganmisiz? G'alaba qozondim deb o'ylagan 19 yoshli Bobur qanday qilib o'z oyog'i bilan tarixning eng qonli qopqoniga kirib borganini bilasizmi? Boburnoma va tarixiy rashidiy asarlarga ko'ra, Saripul jangining chorshanba tongida soxta yulduzlarga aldangan Bobur xavfsiz xandaqlarini tashlab ochiq maydonga otiladi. U dushman markazini osongina yorib kiradi va o'zini mutlaq g'olib deb o'ylaydi. Ammo bu daho strateg Shayboniyxonning o'lim shaxmati edi. Bobur markazga kirishi bilan ikki yonda pusib yotgan o'zbek otliqlari yashin tezligida aylanib o'tib, Boburni orqadan qisqich baqadek yopib tashlaydi. Bu jahonni titratgan dahshatli to'lg'ama usuli edi. To'rt tomondan ajal yomg'iridek yog'ilgan olovli o'qlar ostida qolgan askarlar jon saqlash uchun yovvoyilarcha qochib, Qohik daryosiga o'zlarini otadilar. Yuzlab pahlavonlar o'z otlari ostida yanchilib daryoga g'arq bo'ladi. O'z armiyasining qon daryosiga botganini ko'rgan Bobur bor yo'g'i 10-15 ta odami bilan zo'rg'a qochib qutuladi. Shayboniyxon esa butun Mavaru-un-Nahrni yagona davlat qilib birlashtiradi. Shayboniyxon ko'pchilik o'ylagandek faqat zolim emas edi. U Mavaru-un-Nahrni va sunniy xalqni ularni qirib tashlab, Shia mazhabini tiqishtirmoqchi bo'lgan qonxo'r Eron shohi Ismoil Safaviy bosqinidan qutqarib qolgan edi. Eng dahshatlisi, ota yurtini qaytarish alamida yongan yosh Bobur qanday aql bovar qilmas xiyonatga qo'l urdi. Nega u ajdodlari dushmani Shoh Ismoil bilan sirli ittifoq tuzib, boshiga shialarning 12 o'ramli qip-qizil sallasini kiyishga majbur bo'ldi? Nega bu xiyonatni kechirmagan butun Samarqand xalqi o'zining sevimli Boburiga tosh otdi? Tarixning eng yashirin, sharmandali siri keyingi qismda fosh bo'ladi. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.